Kichkitay desam, ko'li bilan yurtning orlig'i yiroq. Yana amalsiz erimning qishida qolatdim. Men erim bilan tuqqanlarning tanishtirishi bo'yicha erim bilan tanishib faqat 2 qitimli ko'rishib to'y qildik. Erimning ona taraf tuqqanlari xali tanilgan ko'lichilar. Falan desa xil odamlar taniydigan kishilar. Bizni tanishtirgani boshqa odam emas, mening navra acham bo'ladi. Navra achamning eri mening qaynonamning inisi bo'ladi. Navra acham o jamatga o'ttiranchi kelin. Men bo'lsam cho'ng navra kelin hisobda biz qo'shqudilashgan bo'ldik. Erim men bilan to'y qilishdan burun bir tuqqanning qizini yaxshi ko'rdi ekan. Cho'nglar to'yini qilib berib bo'lguncha saqlab bo'lolmay ikkisi ishkiriga qochib ketibdi. Bu ishni cho'nglar fuqqandan keyin aloqalashib qaytib kelsalar, to'yini qilib beradigan bo'lib, ikkisini qaytirib akapti. Va ikkisining to'yini qilib bergan bo'pti. Burun to'y qilsa 2 kun qiladigan to'yning 2-chi kuni qizning uydagilari qizimizni elib qochdi. Bizning yuzimizni tushadi. Bizmi yuzini tushiramiz deb bu qizni uyiga qaytirib ketibdi. Qaynotam bir chiroyli gap qilib, biz urug' tuqqan, bunda qilmang, bolalarimiz baxtli bo'lsin desa, tuqqanlik yuzini qilmay, qizini uyiga qaytirib ketibdi. Shu sababli bu to'y buzilgan bo'pti. Erimmi ochiqida men yurtda turmayman deb ishkirga o'z kirib ketgan bo'pti. 1 yildan keyin qaynonam o'g'ilni o'ylab qo'yish to'g'risida cho'nglar bilan maslahatlashib beqish uchun berib maslahatish jarayonida achamning eri men to'g'risida eg'izlashgan o'xshaydi. Bo'ladi, achisimi bek o'ngloq, singlisimi cho'qim yaxshi deb meni elib berdigan bo'lib, kelishib bizning uyga chiqqan bo'ldi. Men to'ydan burun erimni faqat 2 qitim ko'rdim. Cho'nglar bitishib to'yimizni qiladigan bo'lib kelishibdi. Hisobda men erimning 2-chi ayoli. Erim mening tunji erim. Shunda qilib biz 2009-yil 6-oyning 3-chi, 4-chi kuni 2 kun to'y qildik. U vaqtda shundaq 2 kun to'y qiladigan vaqtlar edi. 10 ming yuan to'yliq bilan men yo'ldoshim bilan to'y qildim. Biz 5 bola, men balaning 2-chisi, qizning cho'ngi. Bizning uydagilar tijoratchi bo'lg'achqa, men bek chaqqan ham beksagak edim. Men to'y qilib ertasidan boshlab uy ishlariga tushib ketdim. Qaynonam, qaynotam qilgan ishlarimga qarab zo'q kelib ketdi. Chunki kichik bo'lsammi, uy ishlariga beklib pishiq edim. Shunda qilib mening balliq hayotim oxirlashib, turmush otliq bu musofiga qarab qadam bosdim. Yana to'y qilib kirganda hammasi menga bek amroq qilib ketdi. Meni beklash huquqi deb, ammo bek ish o'qib ketgan odam ig'ir jafoda qoladi ekan. Biz to'y qilib uzun o'tmay ishga kirib ketdik. Men tunimaydigan odam bilan to'y qilib, turmush degan mush o'xshaydi deb erimga agishib mangdigan bo'ldim. Bara erimni yaxshi ko'rib qoldim. Oq ko'ngil odamga taqdir ig'ir chaqchaq qilamdi bilmadim. Biz to'y qilib 2 yilgacha men homildor bo'la olmadim. Dastlabda yangi to'y qilganda hammasi mendan nihoyat rozi edi. 1 yil nihoyat yaxshi o'tgan bo'ldi. 2-chi yildan boshlab qaynonam meni qo'saq ko'tamidi deb, meni tug'maskansiz deb qalaymiqan gap bilan meni cheqib oladigan bo'lib qoldi. Bu vaqtlarda bekli beyaram bo'lib ketdim. Tekshirish qilib boqsam, menda masala yo'q ekan. Erimni tekshirish qilib beqing deyishga men xijil bo'ldim. Shunda qilib 2-chi yilning oyog'ida erim ishkirdan tuyuqsiz Shinjongga chiqib kiray deb, meni ishkirda yolg'iz qo'yib Shinjongga chiqib 1 oy turib kirdi. Kirgandan boshlab toza chiqish olmadik. Yo'q ishlarni bahona qilib, men bilan so'qishadigan, meni haqoratlab uradigan bo'lib qoldi. Kichkitay desam, ko'li bilan yurtning orlig'i yiroq. Urushib yig'lab to'xtab qolatdim. Yana amalsiz erimning qishida qolatdim. Qanday qila olayman? Amalsiz qoldim. O vaqtlarda aran yoshlarda bor edim. Telefonni ishlatmaydim, ammo erimda telefon bor edi. Ota-onam bilan ko'rish olay desammi, bermaydi. Noiloj bo'tki telefoniga tanga tashlash orqali dadam onam bilan ko'rishatdim. Bir tangida 1-2 minut paranglasa olaydim. Shundaq ko'nglim yerim bo'lganda chiqib ota-onam bilan ko'rishib kiratdim. Ammo ota-onamga deyolmaydim. Men necha ming kilometr nerda turib ota-onamga yig'lab bersam, ota-onamning yuragi puchunib ketishidan ansirab digim kelmaydi. Telefonni qo'yib yetib, bo'tkiga yo'linib öksüp yig'lab ketadi. Yig'lab bo'p, hech nima bo'lmagandek erimning qishig'iga kirib ketadi. Biz u vaqtlarda baytar quyosh orqali kavobchilik qilardik. Kunduzi menga ba'zi orom olgudek vaqtmi chiqmaydi. Ishlaydigan 5 odam bor. Shularning 3 vaqt tomoqni etib bozorga menib ochqatdim. Bozorda sotadigan kavobni o'zim cho'qib tayyor qilishim kerak edi. Ba'zida qo'llarimga kavob zig'ib kirib
yirangdab qanab ketgan vaqtlarim bo'lgan. Erim Şinjanға chiqib kirib, boshqacha bir odamga aylanib qoldi. Men bilan kari yo'q, tijorat bilanmi karisi yo'q. Men bilan kari yo'q, tijorat bilanmi karisi yo'q bo'lib ketdi. Gap qilsam, men bilan qayrishdan deb urdi. Amalsiz o'zim chidab qiladigan bo'lib ketdim. Bir kun yerim kecha bo'lib ketsim kirmadi. Nimish kirmaydigandi deb boladan so'rsam, nimish bo'lgandi deb boladan so'rsam, to'rxonda qoldi deydi. To'rxonada qatdi. Ansirab shu to'rxonaga chiqdim. Burun doim meni birga elib chiqatdi. To'rxonaga kirib, biz o'ltirdigan o'ringa qarab maqdim. O'rindiqda yiqilishay deganda, erimning ekranida hikoyaning davomini anglamoqchi bo'lsangiz, qo'yib qo'ying. Davomini aytadiki mazmun yo'llayman. Men endi ma hikoyani o'qib berdim. Bir men tunuydigan ochi yo'lliq bir do'stimning o'tmishi. Bu achamning o'tmishi hamda hammamizning yuragini izivatgidek darajadagi bir o'tmish. Balkim buniki qism soni uzoqroq chiqib qolishi mumkin. Diqqatlan davamlı keyingi filmlerimde bo'lsin. Musiqamda mening yangi mahsulotlarim bozorchiligini xizmat chag'an kelib qilib mallarni salamada o'qishni onlayn setishni boshlamagan lekin atadan boshlab mallarni setishni boshlayman. Bir kunda eng az degan 100 ko'ydan 200 ko'y pul topoladigan fursatni sizlarga beray. Ya'ni meniki musu yangi bozorchiligim mahsulotlarimga 249 ko'y pul to'lab vakolatchi bo'la olasizlar. Bu to'lagan pullarga men qadray markamdagi mahsulotlarimni vakolatchi pasti hisoblab turib sap berman. Shu mallarni qo'lingizga topshirib kelib, o'zingizlar ishlatib chiqib, o'zingizlar atrofidagilarga ishlatib chiqishni tavsiya qilib sasanglar bo'ldi. Yakunmay qolsa men shu bizga tushgan zakazlar sizlar turishliq yeza yaqin oilada bo'lib qolsa men o'zim udullab bermay demak chap atmaysan. Mühim kelsak, musulmon vakolatchi bo'lganlarni o'zim bir qo'lliq yetaklayman. 3000 tayda arvoda mol setish, filmni qandoq tartib, qandoq kirishtirish hamda to'g'ri qandoq chiqarganda jiq odamlar ko'rdi, shuni qartab butun narsalarni men yepida yangi so'ch o'gitaman. Jiq emas 200 vakolatchi olaman. 199 96 74 80 22 dallal qo'shsangiz bo'ldi. Mening qadray markamdagi Nilupar yurishimninki 15 kunlik sinov nusxasidan 200 odamga men faoliyat qilmoqchi. Ya'ni 15 kunlik mahsulotni 88 ko'y kirasini ko'tarib sap beraman. Unda xos 15 kunlik sinov nusxasi qanchalik tushimiz deb qolsanglar, eng az deganda 2 dan 4 sonni tashlay olasizlar. O'zim bir qo'lliq yetaklayman. Unda xo'sa 199 96 74 80 22 dallal qo'sh bilan faoliyat qatnashib olsanglar bo'ldi. Mal qarqashdan silindi.